1, 2, 3. Assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan Fransiyaning mashhur deserti tart tatenni tayyorlaymiz. Bu desert menga nimasi bilan yoqadi? Tayyorlanishi juda oson, lekin jarayoni qiziq. Originalida bu shirinlik olma bilan tayyorlanadi, lekin xohishga ko'ra nok yoki mana hozir BX sezoni boshlanyapti. BX bilan tayyorlasangiz ham bo'ladi. O'ylaymanki, ko'pchilikga yoqadi va foydali bo'ladi. Birinchi bo'lib bizga pisochniy xamir kerak bo'ladi. Pisochniy xamir tayyorlab olamiz. Tayyorlanishi juda ham oson. Bizga un kerak bo'ladi. Bu oliy navli un. Unimizni elidan o'tkazib olamiz va undan tashqari bizga shakar upasi kerak bo'ladi, ya'ni saxarni pudra. Uni ham elidan o'tkazib olamiz. Bir chimdim tuz solamiz. Quruq masalliqlarimizni biz aralashtirib olamiz. Soatda ichib qo'yamiz, qulayroq bo'lishi uchun. Yaxshilab hammasini qo'limizda aralashtirib olamiz. Qo'limiz bilan ishlashga qo'rqmaymiz. Qo'limiz toza bo'lishi kerak. Hamma mehrimizni biz qo'llarimiz orqali yetkazamiz. Quruq masalliqlarimizni aralashtirib olganimizdan keyin muzdek mayda kubik qilib to'ralgan saryog'imizni solamiz. Har doimgidek imkon boricha sifatli saryoqdan foydalanishga harakat qilamiz. Endi bu hammasini biz qo'llarimiz yordamida bir xil qumga o'xshagan massa hosil bo'lgunigacha aralashtirib olamiz, ishqalab olamiz. Mana bunaqa ezib olsak ham bo'ladi boshida. Bular hammasi aralashib ketishi kerak. Xohishga ko'ra bu jarayonni planetar mikserda lopatka nasatkasida bajarsanglar ham bo'ladi. Yoki sizlarda kuxonniy kombayn yoki chopper bo'lsa, chopperda juda ham tez bitadi ishingiz va sifatli chiqadi. Bizning massamiz mana shunaqa holatgacha kelishi kerak. Ichida kichkina saryoni bo'laklari qolgan bo'lsa, hech qilsa yo'q, ularni qoldirsak ham bo'ladi. Endi bu massamizga biz bir dona tuxum chaqamiz. Va bizga 50 gram qaymoq yoki smetana kerak bo'ladi. Biz toza damashqiy qaymoqdan foydalanamiz. 50 gram degani taxminan mana shunaqa qo'shuvdan 1,5 ta degani. Bo'ldi, endi buni hammasini yaxshilab aralashtiramiz va xamir qoramiz. Boshida xamir qo'lingizga yopishishi mumkin. Keyin sekin-sekin o'zi xamir holatiga keladi. Pisochniy xamirimiz tayyor. Mana shunaqa silliq, yumshoqqina xamir bo'ladi. Pisochniy xamir issiqlikni yoqtirmaydi, chunki ichida ko'p miqdorda saryog' bor. Shuning uchun qo'limiz bilan imkon boricha kamroq teyishga harakat qilamiz. Va bu xamirimizni hozir biz paketga o'rab, muzxonaga yarim soatga olib qo'yamiz. Tinib oladi, sovib oladi va o'zi yaxshi silliq holatga kelib oladi. Keyinchalik bu bilan ishlasak bo'ladi. Xamirimizni olib qo'ydik, endi nachinkaga o'tamiz. Endi masalani e'tiboringlarni mana shu tarelkaga qaratmoqchiman. Bu yerda bizda nima bor? Bu yerda bizda aromatli o'zimizning mahalliy semerenka olmasi bor. Nimaga men semerenkani tanladim? Chunki u ozgina plotniy, pishirayotganingizda pyure bo'lib yumshab ketmaydi, o'zini shaklini ushlab turadi va o'ziga yarasha nordon mazasi yetarli. Biz karamel tayyorlaymiz. Karamel juda shirin bo'ladi. Bu yoqda nordon maza bilan ikkalovi qo'shilishib juda yaxshi balans hosil qiladi. Undan tashqari o'zi originallik ketmaydi, lekin men apelsin va limonni ham bu yerga qo'yib qo'yganman. Apelsinning sharbatini ishlatamiz va apelsin bilan limonni sedrasini qo'shamiz. Nimaga? Chunki bu kuzgi desert. Bizga ko'proq aromatli kerak. Men ko'proq o'sha har xil hidlarni qo'shishni xohlayapman. Yegan odam bag'ridilib, qanaqadir o'sha nima deydi? Yegan odam bag'ridilib nima bo'ladi? Yayir ekan. Mana yegan odam bag'ridilib yayirish uchun biz qo'shimcha aromatiklarni qo'shmoqmiz kerak. Undan tashqari bu ham o'zi originalda yo'q, lekin men koritsani mana shunaqa palochkasini qo'shaman. Bu korzinkalarda sotiladi. Va korzinkada sotilmaydigan, lekin men qo'shadigan ingredient bu vanilniy struchok. Bu originalniy vanilniy palochka. Vanilin mana shuni sun'iy varianti hisoblanadi. Bu vanilin emas, iltimos, adashtirmanglar. Bu juda noyob bo'lgan, qimmat ziravor hisoblanadi. Bizga tropikdan keladi, Madagaskar, Tahiti, mana o'sha davlatlardan keladi. Buni ham qo'shamiz. Buni ichidagi urug'larni ishlatamiz. Bu urug'lari juda nozik aromat beradi, o'ziga yarasha hid beradi va yeyotganingizda ham dona-dona ko'rinib, juda ham chiroyli bo'lib turadi. Mazza. Birinchi bo'lib biz olmalarimizni tozalab olamiz. Ustini artib olamiz. Bizning skоворodkamizga taxminan 2 kiloga yaqin bo'lgan olma ketsa kerak.
zapasi bilan oldim. Endi hozir jarayonni endi ko'ramiz. Olmalarimizni tozalab oldik. Endi ikkiga bo'lib olamiz. O'rtasidagi po'chog'ini ham olib tashlaymiz. Va mana bunaqa bo'laklarga bo'lib olamiz. To'g'ralgan olmalarimizni idishga solib olamiz. Endi bu olmalarimizga biz ziravorlar qo'shamiz. Endi ziravorlar qanaqa bo'ladi? Bu limon sedrasi. Bitta butun limon sedrasini bunga qo'shamiz. Juda ham zo'r aromatni beryapti. Bu o'zimizning mahalliy limon. Uni sedrasi juda ham xushbo'y bo'ladi va juda ham nordon bo'lmaydi. Bu limon ozgina shirasi bor. Butunlay yesa ham bo'ladi. Agar shamollagan bo'lsangiz, mana shu limonni butun yeb olsangiz bo'ladi. Va apelsin sedrasi, yarimta apelsinni sedrasini bunga qo'shamiz. Qo'limdagi instrumentning nomi Zester Microplane deyiladi. Mana bu yerda yozilgan. Juda ham taniqli bo'lgan brend. Nimasi bilan taniqli? Bu brend juda ham sifatli oshxona uskunalarini, instrumentlarini ishlab chiqaradi. Aynan mana shu qo'limdagi Zester bilan tanilgan. Bu qirg'ich maxsus sir va mana shu sitruslarning ustidagi postini qirish uchun mo'ljallangan. Juda ham o'tkir bo'ladi va ko'rayotgan bo'lsanglar, faqat ustki qatlamini qirib beradi. Xuddi britvaga o'xshab tozalab beradi. Mana bu o'sha oqargan joyida achchiq mazasi bor, o'shangacha yetib bormaydi. Shuning uchun mana shunaqa instrumentni xarid qilishni maslahat beraman. Endi olmalarimiz qorayib qolmasligi uchun biz yarimta limonni suvini siqamiz. Endi bularni hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Ketdi. Buni qaranglar. Uje qancha aromat bor uning ichida. Lekin biz hali ham hamma narsani qo'shmadik bunga. Endi gal xamirimizga. Xamirimizni biz yoyib olamiz. Pesochnik xamirni ikkita pergament orasida yoyishni maslahat beraman. Shunda ishlash ancha qulay bo'ladi. Xamiringiz pergamentga yopishayotganini sezsanglar, ozgina un sepib qo'ysanglar bo'ladi. Xamirimizni 1 sm qilib yoyib, dumaloq shaklda kesib olamiz. Quruq skоворodka o'rta olovga qo'yilgan, sekin qizishni boshlayapti. Shakarimizni ozgina-ozginadan solib, quruq karamel tayyorlaymiz. Shakar hammasini sovurmaymiz. Taxminan 3dan birini, yarmini soldim. Shakarimiz sekin-sekin erishni boshlayapti. Mana shu joyda juda ham muhim moment. Shakarni lopatkada aralashtirmaymiz. Chunki shakar hali yaxshi erimagan va bir-biriga yopishib qotib qolishi mumkin. O'shaning uchun mana sekin-sekin mana qilib tovani o'zini qimillatib, biz tarqatib olamiz skоворodkani yuzasiga va erigan joyiga keyingi shakarli qismini qo'shsak bo'ladi. Shuna qilib sekin-sekin eritishni boshlaymiz. Shakar asosiy qismi erib olgandan keyin, undan keyin o'sha lopatkada aralashtirsanglar bo'ladi. Biz shakarni hammasini qo'shib bo'ldik. Asosiy qismi erib oldi. Endi sekin buni aralashtirsak ham bo'ladi. Olovimizni o'rta baland olovda qilmanglar, kuyib ketishi mumkin. Ayniqsa birinchi marta tayyorlayotgan bo'lsanglar, shoshmasdan past olovda qilsanglar ham bo'ladi. Bo'l, shakarimizni butunlay erib bo'lgandan keyin biz olovni pasaytiramiz va saryog'imizni qo'shamiz. Saryog'ni qo'shib aralashtiramiz. Vanilimizni ikkiga bo'lib olamiz va ichidagi urug'ini buni ichiga solamiz. Ya'ni karamelga. Struchokimizni karamelga qo'shamiz. Koritsani ham karamelga qo'shamiz. O'ziga yarasha aromat beradi, hid beradi, maza beradi. Bo'ldi. Karamelimiz tayyor. Olovni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda uje bu yerdagi aromatlarni his qilsanglar. Olmani karamelga sovutganda juda ham ehtiyot bo'lishinglarni xohlardim. Chunki karamelimiz juda ham qaynoq. Qo'linglarni kuydirib qo'ymanglar. Olmamizni terib olganimizdan keyin buni ozgina ustini bosib olamiz. Imkon boricha zichroq qilib solishga harakat qilamiz. Shunda pishish jarayonida buni hozir biz pechkaga yuboramiz. Pishish jarayonida olmani hamma yog'iga karamel tegadi va olmamizning har bir donasi karamel bilan birga pishadi. Hozir buni ustiga biz yoyib olgan xamirimizni joylashtiramiz. Olmalarning ustiga yoyib olgan xamirimizni chiroyli qilib joylashtiramiz. Xamirni mana shu skоворodka bilan baravar qilib yoki sal kattaroq qilib yoyishni maslahat beraman. Endi xamir chetlarini mana shu olma bilan skоворodkamizni o'rtasiga joylab chiqamiz. Xamirimizni joylashtirib oldik. Endi vilka yordamida xamirimizning ustini
teshib olamiz. Shunda ichidagi hosil bo'layotgan ortiqcha bug' mana shu teshiklar orqali chiqib ketadi. Hop, tartatini yig'ib oldik. Endi buni oxirgi jarayoni qoldi. Pechga yuboramiz, pishgani 160 gradusga 35-40 daqiqaga buni pishirishga yuboramiz. Ketdik. Bizda 35 daqiqa o'tdi. Tartatimiz pishdi. Olib ko'rsataman sizlarga. Bundan chiqayotgan aromatlarni-chi. O'ynashini qaraydi. Xo'sh, tartatim pishib chiqdi. 10 daqiqa stolda dam oldi. Endi masalaga qisqacha aytib beraman. Pechkaga yuborganimizda qanaqa jarayonlar kechgan edi. Xo'p, karamel tayyorlab oldik. Karamelga biz ziravorlar qo'shdik, ya'ni koritsa va vanil. Ustiga olmani terib chiqdik. Endi ustiga xamir yopganimizdan keyin xamirning tagida hamma narsa dimlanib pishgan. Karamel butunlay olmani ichiga o'tgan. Xamir o'zi ham pishib olgan va hozir yeganimizda mana shu karamel, olma va xamir o'zi alohida qatlam bo'lib, juda zo'r bir-birini to'ldirib turadi. Endi biz tartatenni teskarisini o'girib olamiz. Oldindan aytaman, mana bu chetidagi souslar ozgina oqishi mumkin. Skоворodkamiz hali ham ozgina issiq. Xo'sh, 1 2 3 bismillah. Hop. Ana. Joylashtirib oldik. 1 2 3. Wow. Endi biz vanil bilan koritsani olib tashlaymiz. Bu o'zini vazifasini juda ham yaxshi bajardi bu. Mana bu souslarni ko'ryapsizlar. Bu souslar hozir pastga cho'kardi, xamirni ichiga propitka bo'ladi. Ya'ni xamir bularni o'ziga shim oladi. To'g'risini aytsam, meni уже ozgina sabrim chidamayapti. Tartatenni kesamiz. Chiroyli qilib tarelkaga solamiz. Tartatenni albatta sifatli plombir muzqaymoq bilan tortamiz. Tartaten tayyor. Mazasiga baho beramiz. Ortiqcha ta'riflash menimcha hojat yo'q. O'zingizlar hammasini ko'rdinglar. Bu yerda nimalar bo'lib ketganini. Xo'p, endi bitta bo'lakda ozgina muzqaymoq, ozgina xamiri va ozgina olmasi bo'lish kerak. Hammasini baravar mazasini sezish uchun bismillahirrohmanirrohim. Wow, просто wow. Olmani ko'rsataman. Ichini qaranglar. Olmani ichigacha o'tgan karamel, shim bo'lgan o'ziga. Endi mazasi alohida mavzu. Nimani sezyapman? Albatta karamelli maza sezyapman. Olmani ozgina nordon o'ziga yarasha mazasi sezilyapti, lekin olma shaklini ushlab turibdi. Boshda aytganimdek, butunlay pishib pyure bo'lib ketgani yo'q. Olma sezilyapti. Olmani mazasi ham juda yaxshi sezilyapti. Issiq narsa bilan muzqaymoqni kontrasti juda kuchli bo'lyapti. Undan tashqari ziravorli sezilyapti. Koritsa bilinyapti, vanil bilinyapti juda yaxshi. Olmaga qo'shgan limon bilan apelsinni sidrasi ham juda yaxshi sezilyapti va hammasi og'izda bitta qanaqadir kompozitsiya bo'lib ketyapti. Xullas, buni prosta pishirib qo'yishingiz kerak. Tayyorlanishi qiyin emas. Retseptini opisaniyada yozib qoldiraman. Sizlar bilan mana shunaqa qiziq retseptlar bilan bo'lishishga davom etamiz. Faqatgina bizani ozgina qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish va izohlarda fikringizni yozib qoldirib ketsanglar, kanalni aktivi ko'tariladi va bizani rivojlanishimizga yordam beradi. Undan tashqari qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Shunda videolarimizni chiqishi bilan sirazu sizga уведомление keladi, birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Xo'p, endi buni qolganini men hozir bu yerdagi yordamchilarga tarqataman. Ular ham mazasini ko'rishadi.
Bo'ldi.